Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz futbol haqida gaplashamiz yana. Jahon chempionatida ertaga mana biz futbolchilarimiz, terma komandamiz Afrika futbolining vakili Kongo davlati jamoasi bilan o'yinga tushadilar. Men ana shu Kongo haqida gapirmoqchiman va ertangalik bo'ladigan o'yin haqida gapirmoqchiman. Mundialga har bir jamoa orzu bilan keladi. Har bir futbolchi bolalikda ko'rgan orzusini amalga oshirish uchun maydonga chiqadi. Bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi va 28-chislo kuni oldida yana bir muhim sinov turibdi. Raqib Kongo Demokratik Respublikasi. Bu Kongo Demokratik Respublika. Oldin Zair bo'lgan, keyin Kongo deb nomlangan. Bu jamoa kuchli, ular tezkor, ular jismonan baquvvat. Ular oxirigacha kurashishni yaxshi biladilar ular. Kongo terma jamoasi o'z tarixida jahon chempionatida juda kam qatnashgan. Ammo ular har safar maydonga chiqqanda butun Afrika sharafini himoya qilish uchun o'ynaydi. Butun bir qit'a sharafini himoya qilish uchun o'ynaydi. Ularning tarkibida Yevropada ko'p marta to'p surgan tajribali futbolchilar bor. Ular oson raqib emas. Ammo bugun gap faqat raqib haqida emas. Bugun gap O'zbekiston haqida. Bizning futbolchilarimiz ham katta yo'lni bosib o'tishdi. Muxlislarimiz yillar davomida shu kunni kutdi. Biz hammamiz kutdik. Millionlab insonlar milliy terma jamoamizning har bir o'yinini yurak bilan kuzatmoqda. Avvalgi uchrashuvlarda kutilgan natijalar bo'lishi mumkin. Ayrim mag'lubiyatlar og'ir kechgan bo'lishi mumkin, lekin haqiqiy jamoalar aynan shunday paytlarda kuchli bo'ladilar. Agar O'zbekiston terma jamoasi Kongo bilan munosib o'yin ko'rsatsa, agar futbolchilarimiz oxirigacha kurashsa, men ishonamanki, albatta shunday bo'ladi. Agar ular maydonda milliy g'ururni namoyon etsa, unda avvalgi omadsizliklar ham unutiladi. Chunki muxlislar hisobdan ko'ra ko'proq iroda va xarakterni qadrlaydilar. Bu o'yin futbolchilarimiz uchun o'zini qayta isbotlash imkoniyatidir. Bu o'yin butun xalqning ishonchini yanada mustahkamlashi mumkin. Futbolchilarimizga nisbatan. Hatto jamoa jahon chempionatidan qaytganida ham ular yorug' yuz bilan qaytishi mumkin. Ular mag'rur qaytishi kerak. Chunki munosib o'yin ko'rsatgan futbolchi hech qachon boshini egmaydi. Jahon chempionatida har bir daqiqa tarixdir. Har bir harakat kelajak avlod uchun namunadir. Aziz futbolchilar, sizlar maydonga yolg'iz chiqmayapsizlar. Orqangizda butun O'zbekiston turibdi. Millionlab muxlislar sizlarga ishonadi. Bugun natijadan ham muhimroq narsa bor. Bu xarakter, bu iroda, bu vatan uchun kurashish. Kongo kuchli bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistonning yuragi ham kuchli. Sizlar bilinglarki, sizlarga nafaqat O'zbekistonning 38 million muxlislari, balki butun O'rta Osiyoning, butun avvalgi Sovet ittifoqi davlatlarining, respublikalarining
ham nigohi sizlarda, sizlarga muxlislik qilmoqdalar. Mana shuni sizlar sezib o'ynashinglar kerak. Shuning uchun maydonga chiqing, kurashing, oxirigacha harakat qiling. Shunda qanday natija bo'lishidan qat'iy nazar sizlar munosib futbolchilar sifatida, millat faxri sifatida vatanga yorug' yuz bilan qaytasizlar. Olg'a O'zbekiston, butun xalq sizlar bilan. Rahmat.